Assalomu alaykum mushtobdagi qarindoshlar. Men Hamid Nasriddin. Mao Alakbar domlamning so'ziga albatta buningga hurmat qilamiz. O'zining tushanchisini, o'zining qarashini mushundoq deb qarayman degan qaragan taraflarini o'tirib qo'yapti. Balkim masala bu kishi deyotgandek bo'lmasligi mumkin. Allah hammamizga shu to'g'rini, tushangini, tafakkur qilgani, vaqt, fursat, aql, farosat bersin. Gapini anglab chiqish jarayonida nimani his qilding desanglar, shu o'zi bilan yaqin, ko'ngli yaqin bir turkum qarindoshlar mushu Qur'onga chaqirayotgan mushu kishilar bilan naq maydon bir munozir qilishib baqsanglar bo'lmamdi deb tikanda endi bu yoqqa. Shundoq talab borki. Bu yoq nima deb rad qilyotdi desa, u odamlar biz bilan munozirlashgidek salohiyatga ega emas deb o'zini olib qo'yotdi. U odamlarni ko'zga ilmayotgan gap emas. O'zini olib qo'yotdi. To'g'ri, men va uningdan boshqa bir turkum kishilar Alakbar domullam bilan sahnaga chiqib bir narsalarda munozirlashgidek iqtidorim mening yo'q. Mening yo'q. Men savolni so'rayman, to'g'ri javob bersa, shu Qur'ondan savolni so'rayman, to'g'ri javob bersa, men shu to'g'ri ke deyman. Nurg'un qitim so'radim, balkim mening so'ragan savollarim quloqqa kirgandi, boshqa mollalarni anglagandi. Balkim bu kimdi deb anglamagan bo'lishi mumkin. Qur'ondan bergan savollarimizga Qur'on bilan javob bermadi. Javob bermadi. Balkim anglamaganlik uchun Alakbar domlam javob bermagan bo'lishi mumkin. Endi bu yerda Abdukiram Zoir boshliq bir turkum kishilar debdi. Endi Abdukiram Zoirni ustoz tutgan odamlar bormi, yo'qmi, men bilmayman. Shaxsan men Abdukiram Zoir mening ustozim emas. Mening ustozim Qur'on. Men Qur'onni o'qiyman. Shu Alakbar domlamga o'xshash, Muhammad Yusufga o'xshash Alakbar domlamning Qur'on tarjimasi chiqmaganda yo'qdi. Muhammad Yusufning, Muhammad Solihning tarjimalarini o'qib, shuningdan tushunganlarimni, mayada ma oyatda manda turdi, mayada nima uchun ma hukm manda berilib qolgan. Ma oyatda, ma hadisda manda narsa turdi, nima uchun olimlar ma masalalarda birlikka kelib qolgan degan savollarni aytib ko'p qitim so'radim. Hem so'rayman, hem ba'zi oyatlarni men o'zimning tushungani bo'yicha Allah manda debdiki, shuning uchun ma narsa mandaq deyman. Bir qo'pab bu Allah manda debdiki, mandaq deysa, u undaq emas degani bo'lmadi, demidi hech kim. Demidi. Endi bu yerda gapning o'ziga kelsak, Abdukiram Zoir mening ustozim emas. Birlari chiqib haroq harom emas degan bo'lsa, bu haroqning haromligi to'g'riliq shu Abdukiram Zoirmi chiroyli dalillab ko'rsatib qo'ydi, harom deb. Menmi shu desa, shu harom deb chiroyli yana shu Alakbar domlam degandek boshqa oyatlarni dalillab turib, haromligini chiroyli ko'rsatib qo'ydik. Ko'rsatib qo'ydik. Endi bular men Qur'onni o'qisimi, musulmon emas. Musulmon holatida turib uningdagi biz bilan diniy temada so'zlashsa bo'ladi. Agar musulmon holatida bo'lmay, boshqa dinda bo'lsa, boshqa dindagi odam deb qo'yib turib, o'zi degan bo'lsa, o'zini deydi. Degan bo'lsa, uningdagi bular bilan munozirlashsak bo'ladi. Bu musulmon men deb Qur'onni e'tirof qilib turib, Qur'onni o'ziga yetadi deb qarabla qilsa, bu musulmon emas, bu saxtipaz, mandag'ay, u birlarining odamlari da'vatidi. Endi bir odam Qur'onda aytilgan 5 iymonni e'tirof qilsa, Qur'ondagi halol haromlarning hammani e'tirof qilsa, u odam musulmon bo'lmasa kim musulmon bo'ladi? Kim musulmon bo'ladi? Bu bir savol bo'lib qolsin o'ziga. Allah Qur'onda Muhammad alayhissalom, ey Muhammad alayhissalom, sana biz bu Qur'onni nozil qilishdan burun
iymon nima, islom nima sen bilmaysan dedi. Muhammed aleyhisselamdek zat iymonni, islomni Qur'ondan o'rgandi. Allah shu Qur'on bilan o'rgatdi Muhammed aleyhisselamga. Nurg'un oyatlar bor. Mana shu Qur'onni vahiy qil. Buningdan boshqa bir narsa qaytib qo'yma. Agar qaytib qo'ysang, sening shoh tomiringni, qizil tomiringni uzib o'tamiz. Ashu sen biz sana vahiy qilgan, ya'ni shular o'zining eg'izlari bilan tilovat qilinib turadigan, ya'ni o'qig'ini bo'ladigan, o'qilib turadigan mushu Qur'on ashu insonlarga kifoya qilmamdi bu dinda degan oyatlar bor. Demak, Alakbar domullam Qur'onni o'ziga yetarli ko'rgan odamni musulmon deb qaramaydi ekan. Qur'onga iymon keltirib, Qur'onga amal qilgan, Qur'on halol deganni halol degan, harom deganni harom degan, masalan zinoni harom degan, qimoni harom degan, jazoni harom degan, kishining haqqini harom degan, g'iybat shikoyatni harom degan. Qur'onga amal qilgan odamlar shuning hammasiga amal qiladi. Haqiqiy insondek yasha degan, insonga insondek muomala qil degan, Qur'onga amal qilgan odamlar shuning hammasiga amal qiladi. Qiyomat kuniga ishinadi. Allah'a işindu, perişteler işindu, kitaplar işindu, peygamberler işindu, qiyomat kunidagi berilgan hesap işindu. Bularni men shaxsan musulmon deb qarayman. Alakbar domullam nima uchun shu Qur'onni o'zimga yetadi degan odam musulmon bo'ladi deb qaramaydi. Muhammed aleyhisselamdek kishiga yetgan Qur'on Alakbar domullamga nimishga yetmabdi? Muhammed aleyhisselamdek zatni sen iymonni, islomni mo'shningdan o'rganding. Uningdan avval sen iymon, islomning nimaligini bilmayding debdikan. Endi biz iymonni, islomni Qur'ondan o'rgansak nimishki bo'lmaydi? Eng oxirgi bir so'zim Abdikram Zoirni tilg'abdi. Men Abdikram Zoirning darslarini anglayman. Abdikram Zoir Qur'onni Alakbar domullamdan yaxshi biladi deb qarayman. Yaxshi tushunadi, yaxshi tafakkur qiladi, oyatlarni o'z bir-birisiga bog'lab yaxshi so'zlashalaydi, yaxshi yetkazalaydi. Endi men Alakbar domullamga tavsiya qilganim bu so'zlayotgan so'z asosiyatdan munozirdan qochish. Yuqorida deganimdek men Alakbar domullam bilan munozirga chiqmayman. Menda unchalik iqtidor yo'q. Menda mana shunchalik iqtidor bor. Haqiqiy rost ahli ilm bo'lsa, Abdikram Zoir bilan chiqsin. Yolg'onlardan o'zining qo'llag'uvchilariga o'zini bilimli qilib ko'rsatib, iqtidorli qilib ko'rsatib, u odamlar biz bilan munozirga chiqishga salohiyati to'shmaydi deb o'zini opqashqanlik ma'lum. Bu bilimsizlik, jasorat qilolmaganlik asosiyatdan. Assalomu alaykum. Yuqorgi so'zimga ozroq qo'shimcha qilay. Alakbar domullam anglab qolsa, ham shuning bir taklif bo'lib qolsin. Bir qitim shu Alakbar domullam Arslan Hidoyat Arslanmi, Amerikadagi bolaning mediasida bir diniy suhbat o'tkazildi. Shu o'tkazilgan chaqda Alakbar domullamdan Arslan Hidoyat shunda deb so'radi. Agar payg'ambar alayhissalom hozir kelib qolgan bo'lsa, nimani so'raydingiz? deb shunda dedi. Degan vaqtda Allohning rasuli uni da'vat etdi, bu buni da'vat etdi. Zodi sizning yo'lingiz zodi qaysi deb so'raydim dedi. Qaysi deb so'raydim dedi. Payg'ambar alayhissalomning qaytib kelmaydiganligi rost. Payg'ambar alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydiganligi rost. Unda bo'lsa bu odamlar texicha o'zining yo'lining qaysining to'g'ri, qaysining xatoligini bilinmasa. Yo'lining to'g'ri va xatosini bilmagan odamga kim ergishadi? O'zi ketib qolgan yo'lga jazmiyat turg'izolmay, payg'ambar alayhisalom dunyoga qaytib kelib qolsa, mushuni so'raydim da'vat edamdi.
Muşunu so'raydim dedi. Demak, o'zining qaysi yo'lda ketib olganligini bilmaydi. Bilsa, so'raydim degan savolnimi, so'raydim degan gapnimi qilmaydi. O'zining yo'liga jazmiyat turg'izadi. Agar shundoq savol tushib qolgan taqdirdami, ey Allohning rasuli, siz ib kelgan dinda mustahkam ketib bormiz, mana mushfit tashviq qilib ketib bormiz. Siz qanday qaraysiz deb so'raydim degan bo'lsa, u chaqda yaxshi bo'ladi. Lekin siz ib kelgan yo'l qaysi deb so'raydim deyish, demak, texichi u yo'lning qaysi ekanligini bilmayotgan insonlar. Oxirida bir taklifim şu Arslan Hidayet'nin yoki Hidayet Arslanmı, Arslan Hidayetmi, şunun medyası qo'ysimi Abdikram Zoirni taklif qilsin. Hozir vatan sirtida nurg'un medialar bor. Mayli Istiqlolga taklif qilsin, mayli Ahmad Pidoyi ekraniga taklif qilsin, mayli Abdug'aniyniga taklif qilsin, mayli Ahmadjon Osmonniga taklif qilsin. Yalğanlardan özünü bilimli gösterip kaçmışsın. Kaçışının haceti yok. Kaçmasdan Abdikram Zoir bilen Kur'an zadı qandaq kitap. O Kur'an bizge nimini öğütüdü. Kur'an özü bu diniga yeterlik mi, yeterlik emas mı? Muşu temada munazirlashib baqsın. Mavi asasiyatin bir saxtipazlik. Özünün etrafındaki adamlarga özünü bilimli gösterip, başka adamlar biz bilen muhatap olanmaydı, beraber bolanmaydı, munazirlashga şart to'shmaydi deb saxtipazlik qilayotgan narsam o. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men yuqorida gapimga yana ozroq qo'shimcha qilay. Men Al-Akbar domollamni Abdikram Zoir bilan Muşu Kur'an bizge din bo'lishga yeterlikmi, yeterlik emasmi? Muşu Kur'an zodi qandaq kitap? Muşu temada zodi bu dinimizning to'g'risi zodi qaysi? Abdikram Zoirning da'vat qilgan to'g'rimi? Yoki Al-Akbar domollamning va boshqalarning da'vat qilgan to'g'rimi? Muşu temada bir munozirlashga ekranga chiqib, millatga to'g'risini o'rgatishiga tavsiya qilib qo'ydim. Yani şunun bilan birga bir necha ahli ilmlarni tavsiya qilib qo'yay. Qur'onni tarjima qilgan, Alloh rozi bo'lsin deymiz. Shu 2023-yili Muhammad Salih tarjima qilishdan qilib bo'lib Qur'onni 40 yildan keyin Muhammad Yusufning qo'li bilan yana bir tarjima o'ttirib chiqdi. Shu Muhammad Yusufni Abdikram Zoir bilan ekranga chiqib, mushu Qur'onning qanday kitob to'g'riliq azroq munozir qilishni taklif beraman. Yana birisi ilm ashrafninki Qur'onni o'ziga yetarlik ko'rgan odam kofir bo'ladi deb, Qur'on mujmal kitob deb so'zlagan Qosim Qori va u bola yaxshi bola, bilimlik bola. Umu Muşu Kur'an'ı özüge yeterli köge adam, Kur'an'ı çaqagan adam, bu oladı, namazın düşersen olmaydı, öyle tamak yesen olmaydı deb jüriyeti bir çağda. O çıkımendisi mi çıkıpaksı boludu. Ondan başka ama Abdurrahman Cemal Ölemalar Birliği'nin ki. O çıkımendisi mi çıkısı boludu. Qaysi mediaga taklif qilsa chiqadi Abdikram Zoir. Nima uchun bunchalar zo'rlab ketsa, nima uchun bu temining ichiga kirib olsa desa, qarindoshlar, millat bu fitna fasodning, bu bid'atchilikning, bu xurofotchilikning dardini oz tatmadi. Eng oxirida yer sharida tugab ketish girdog'iga kelib taqaldi. Uningga faqat bu din sababchi emasdi, boshqa omillarmi bordi. Lekin yana 50-60% tarafini shu xurofot egallab bizni rivojlantirmagan, taraqqiy qildirmagan. Dinning nima ekanligini asos jihatdan bildirmagan. Alloh bilan adam aldab, nurg'un Allohning kitobi bilan munosabatsiz narsalarni din deb o'tirg'a chiqib olib, millatni qaymoqda olgan. Mana shuning ta'siri bilan millat bugungi oqibatga kelib taqashdi.
Agar bundan ketaversa bu millat yana hushini topa olamdi desa topolmaydi. Topolmaydi. Shuning uchun agar bu millatim uchun foydali deydigan ish bo'lsa, zodi Qur'on qanday kitob? Bu bizga din bo'lishga yetarlikmi, yetarlik emasmi? Uningdan boshqa yana bir yerda bir din bormi? Mushu temada men ismini atagan Alakbar Damulla, Abdurahmon Jamol, Muhammad Yusuf Qur'on tarjima qilgan. Maili Mashrabning Qosim Qori chiqsa bo'ladi. Chiqinglar. Chiqib rasmiy Allohning dini uchun xizmat qilayotgan bu qilman deydigan, Alloh rizolik uchun mush millatga haq dinni yetkazman deydigan maqsadinglar bo'lsa, ham mush millatga foydali bir narsani yetkazman deydigan ishinglar bo'lsa, chiqib mush sharoitdan foydalanib, ma millatga dinini azroq o'rgatib qo'yinglar. Chiqinglar Abdukarim Zoir bilan munozara chiqinglar. Yolg'onlardan o'zinglarni bo'limli ko'stib. Buningdan qochmanglar. Qochmanglar. O'zinglarni bilimli ko'rsatib Abdukarim Zoir biz bilan chiqolmaydi, palonchi chiqolmaydi deb deyotganinglar asosiyatdan o'zinglarning salohiyatini to'shmayotganligini ko'rsatdi. Agar rasmiy salohiyatim to'shidi desanglar, chiqsanglar bo'ladi. Bir talash tortish qilayotgan sizlar bilan bu chiqirib qo'yib bir pishni fasod terishni maqsad qilayotgan narsa emas. Ma o'zi iymon keltirgan Qur'onning nimaligini bilsin ma millat.